baribir bozorning ovqatiga yetmaydi, ha? Svotel asabimga tegma. Ko'rlar bilan. Aka, Ha, men tatuirovka oxirigacha chizilmagan. chizayotgan payti yarimdan keyin ozodlikka chiqarib yubordi. Sizmi? Tatuirovkachini. Nima qamalgan edi? Qayerdan bilaman, o'zidan so'ra. Hozir kelaman deb 15 yilda keldi mana. Qarochi, dadamning mazasi yo'q edi. Men sopazog'idim. Amakimni mazasi yo'q edi. Doriga chiqdimda, keyin milisa ushladi, qamadi. Nima shunga qamadimi? 3 kilo edi u. To'g'ri qamadimda. Gutti hayotingni rasvo qilding. Aysan, Nima bor, mashina bo'yniga tiqib qo'ygani.